2026 yilgi Chevrolet Cobalt. Bu ko'pchilik yaxshi biladigan, lekin endi yanada zamonaviyroq va qulayroq ko'rinishda qaytgan sedan. Cobalt birinchi marta bozorda 2010 yillar boshida paydo bo'lgan va o'sha paytdan beri ishonchliligi, arzon xizmat ko'rsatishi va tejamkorligi bilan mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi versiya esa shu an'anani saqlagan holda, tashqi va ichki ko'rinishda sezilarli yangilanishlar bilan chiqdi. Tashqi dizaynga qaraydigan bo'lsak, old qismi yanada agressiv va zamonaviy ko'rinadi. Yangi LED farlar va yangilangan radiator panjarasi mashinaga qimmatroq avtomobilga o'xshash obraz beradi. Yon tomondan silliq chiziqlar, orqa qismida esa ixcham, lekin chiroyli stop chiroqlar e'tiborni tortadi. Salon ichida esa qulay o'rindiqlar, yumshoq materiallar va zamonaviy sensorli ekran ko'zni quvontiradi. Multimedia tizimi Android Auto va Apple CarPlay'ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa kundalik foydalanishda juda qulay.